7-chi misolni yechaman. Agar mana shu son 99 ga bo'linsa deyapti. X, Y ikki xonali sonning kvadratini toping deyapti. Xo'sh, mana bu son 99 ga bo'linishi uchun bir vaqtning o'zida ham 9 ga ham 11 ga bo'linishi kerak. Chunki 99 degani 9 ko'paytirilgan 11 degani. Birinchi mayli 9 ga bo'linishini tekshirib ko'ramiz. 9 ga bo'linish alomati mana shu sonning raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linsa, mana shu sonning o'zi ham 9 ga bo'linadi deydi. Raqamlarni qo'shib chiqamiz. 2 qo'shilgan x qo'shilgan y qo'shilgan 5 qo'shilgan 7. X plus y qo'shilgan 14 hosil bo'ldi. X plus y ni o'rniga qanday son qo'ysak, ya'ni 9 ga bo'linadigan son hosil bo'ladi. X plus y 4 bo'lishi kerak. X plus y 4 bo'lganda bu yig'inda 18 bo'ladi. Ya'ni 18 9 ga bo'linadi. Endi 11 ga bo'linish alomatini tekshiramiz. 11 ga bo'linish alomati ya'ni oq o'rinda turgan raqamlar yig'indisi juft o'rinda turgan raqamlar yig'indisiga teng bo'lishi kerak. Oq o'rindagilar qo'shamiz. 2 qo'shilgan y qo'shilgan 7 teng bo'lishi kerak x plus 5 ga. Bu yerdan y ayrilgan x kerak. Ga ekan. Xo'sh, endi x plus y ni bu yerga olib qo'yamiz. Baravar 4. Qo'shib yuboramiz. Sistema x lar qisqarib ketdi. Y baravar -4 bilan +4 ham ayrilib ketdi. 0. Chunki y 0 ekan. Y 0 bo'lsa x 4 bo'ladi. Demak, bizga mana bu x, y ikki xonali sonimiz tarqagan. Shuning kvadratini so'rayapti. Javob 1600 bo'ladi. Bejavob.